Assalomu alaykum. Ko'pchilik so'rashuvdi. Aka qachon bitadi molxona deganlarga mana video qilib tashlab beryapmiz. Xo'p, eng arzon molxona bo'ldi, xudo xolasa. Mana molimiz. Xo'p, pastini g'isht terdik. Mana bu yog'ini to'g'ri g'isht terib chiqdik. 3,5 metrga 4,5 metrlik joy, chetlarini siljib ketmasligi beton qo'yib chiqdik. 200 litrli bochkani bo'ldikda shunda oxir qilib qo'ydik. Mana kepakni to'kib beramiz, maza qilib yeb yotaveradi. Suvni qo'yib qo'yamiz. Yer yong'oq qo'yamiz, solib qo'yamiz. O'zi xohlaganini yeb, o'ynab yuradigan joy bo'ldi, xudo xolasa. Bu qizim molimizni ismini Mashu qo'yib qo'ygan ekan egasi. Mana Mashu ismli qizlar xafa bo'lmaysizlar. Bu ismni men qo'yganim yo'q. Hop, 20-fevralda 6 million 100 ming so'mga oluvdik. Inshaalloh yaxshi obzor. Zo'r gap. Ko'z tegmasin. Endi shu yerdan shunday bo'lib turib, bu yog'ini qo'yxona, bu yog'ini molxona qilsam nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarni qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.